Egilibroq salom bersin, peshanasi yerga kiysin. Qaynanaga salom beryapti, shuncha xarajat qilib olganman bu kelinda. Ana tarbiya, ana hurmat va kelinjon, qo'ying, ovora bo'lmang, belingiz og'riydi. Kelin salom davomini o'zim qilaman. Qo'shnilarga Ha, pul o'lsin ha. Oyjon, oyimda yili kelishmoqchi ekan. kelaversin va poygaklarda o'tirib ketadi. Oyjon, oyimda yili kelishmoqchi ekan. Hay, aylanay va kelsin, keladigan joyida. Podvaldan joy qilib qo'ying oyijon o'zimizga. Ha, o'zimizgami? Yo'q, ay podvalda emas, qo'shniga chiqib turamiz. Tuzib pasmi? Onangizga o'xshab? Ya yaxshi-ku ona. O'chil! Sen tuzni farqiga qayerdan borasan? Xotinni farqiga bormagan. Tuzi pastmi? Bu yoqda faqat biz pastmiz. Hamma joy soch kelin. Ha, sochim to'kilyapti oyijon, yaxshi pul topolmayapman. Unda kalga oldirib tashlang. Onangizga ketasizmi? Bitta sochim to'kilganga oyimga ketaman oyijon. Voy aylana, kelinjonim. Labi? Sochingiz to'kilibdi-da. Yo tushib qolganda, bilmay qolgansiz. Yaxshi pul topolmayapman. O'shanga senga mana trichap olib keldim-ku, mana buni skakras soch to'kilishiga qarshi. Undan tashqari mana o'sma degani bor. Mana bu qazg'oga qarshisi. Mana bunisi uzun sochli uchun sochlarni mustahkamlaydi. Eng muhimi bular sulfatsiz Hindiston mahsuloti, eslab qol trichap. Soch rostdan kerak emasmi, kelin? Umid aka, men homiladorman. Men homiladorman. Ana pishagimiz ham homilador. Hech kimga hech narsa demay yuribdi. Umid aka, siz ota bo'lasiz. Voy kelinjonim, turmushingiz mo'jiza-ey. Siz qanaqa kelinsiz-ey? Hech kim qilolmaydigan ishlar qilasiz.